Muhtaram Prezidentimizning qarorlari bilan Xitoy Xalq Respublikasining Sintek kompaniyasi tomonidan to'g'ridan-to'g'ri 65 million dollar investitsiya kiritilib, 4-issiqlik markazida kogeneratsion ustanovkalar o'rnatildi. Bu kogeneratsion ustanovkalarimiz Rolls-Royce kompaniyasi, ya'ni Germaniya davlatida ishlab chiqarilgan bo'lib, bugungi kunda to'liq ishga tushirildi. Bundan tashqari Yunusobod hududida Toshkent issiqlik elektr stansiyasidan elektr energiya bilan ta'minot bilan ta'minlanayotgan dok 1, dok 2 liniyalarida kirib chiqish orqali 135 kilovatlik podstansiya qurildi. Eski stansiyamiz 1,7 million kaloriya issiqlik energiyasini faqat bitta mahsulot, bu issiqlik energiyasi ko'rinishda aholimizga, ishlab chiqarish obyektlariga yetkazib berayotgandi. Yangi kogeneratsion texnologiyalarni ishga tushirish natijasida o'sha iste'mol gazi qolgan holda qo'shimcha 100 megavat soatiga elektr energiya ishlab chiqaradi. Ikkita qo'shimcha qiymat yaratilyapti, ham elektr energiya, ham issiqlik energiyasi. Buning natijasida mana shu issiqlik energiyasini tannarxi 18 ming so'mga kamayyapti. Mana shu stansiyani o'zi yil davomida 876 million kilovat soat elektr energiya ishlab chiqaradi. Aholi xonadonlariga hamda ishlab chiqarish obyektlariga yetkazib beriladi. Chilonzor, Olmazor, Sergeli tumanlariga kichik kogeneratsiyalarni o'rnatildi. Birinchi pilot loyihalar qilib, issiqlik energiyasi, elektr energiyasi tejamkorlikka erishadigan bo'lsak, mana shu kogeneratsion ustanovkalar ishlab chiqarishda kelajagi. Muhtaram yurtboshimiz 5-dekabr kuni energetika forumida ham aytdilar. 30-yilga yashil energiyani 54% ga O'zbekistonda chiqadi degan tashabbusni berdilar. Bugungi tashrifda ham yurtboshimizga kelajakda nima ishlar qilishimiz, mana shu Toshkent shahrida issiqlik elektr stansiyalari tasarrufida 9 ta issiqlik markazlari bor. Mana shu issiqlik markazlarida ham qo'shimcha yana 500 megavat mana shu kogeneratsion ustanovkalarni ishga tushirishni taqdimot qildik. Mana shu loyihalarimizda muhtaram yurtboshimiz tomonidan qo'shimchalar va topshiriqlar berildi. Bu yo'nalishda mana shu 3 yillik o'zimizda dasturimizni belgilab olib, 26, 27, 28 yillarda bular rejalashtirilgan loyihalarni amalga oshirishda o'zimizga rejalashtirib oldik topshiriqlariga asosan.